Qadim zamonlarda odam biron begona shaharga borib qolsa, o'zini yolg'iz va g'arib sezardi. Atrofdagi hamma narsa unga yot ko'rinardi. Uylar, ko'chalar, hayot boshqacha bo'lardi. Lekin hozir ahvol butunlay bo'lakcha. Kishi qay bir shaharga bormasin, o'zini xuddi o'z uyidagidek his qiladi. Ota-bobolarimiz xo'p erinmagan odamlar bo'lishgan ekanda. Har bir me'morlik obidasi loyihasi ustida jigarlarni xun qilib ishlashgan ekan. Endi har bir shaharda namunaviy raketa kinoteatri bor. U yerda namunaviy badiiy film ko'rish mumkin. Женечка. Niyamga bir fikr keldi, aytsam og'zing ochilib qoladi. Alif yangi yilni restoranda kutishni taklif qiluvdi. Haligi Astangina minorasida. Menga anov tojni olib ber. U aylanadi. Kim aylanadi? Buni emas, tojni olib ber dedim. Restoran aylanadi. Ha? Yangi yilni faqat sen bilan kutmoqchiman. Yolg'iz sen bilan. Rostdan? Bo'pti. Kelishdik. Laqmagina. Bilasizmi, nazarimda uylanayotganga o'xshayman. Men nazarimda ham shunaqaga o'xshaydi. Oy, Gala sizga yoqadimi? Unga uylanayotgan sensan-ku axir. Shundoqki, lekin meni oyimsiz har qalay. Buni uylanganingdan keyin unutmasang bo'lgan o'g'lim. Obor. Oy, gapingiz ma'nosidan bilishimcha Gala sizga yoqmadi, shundaymi? Ha? Uni ko'rib boshim osmonga yetdi deya olmayman. Lekin ko'rinishdan aql farosatli, odobli qizga o'xshaydi. Tushunarli. Inkor qilmayman. Har bir kvartirada, Pavel, vannaxona mavjud albatta. Vanna bu qulaylik. Menga aytyapsanmi? Ha. Ammo shuni bir bilib qo'yingki, hammomda cho'milish tantanali marosim bo'lsa, vannada yuvinish, kir ketkazish xolos. Buni ham menga aytyapsanmi? Ha, senga. Hammomdan chiqqaningdan keyin qushdek yengil bo'ling deyishadi. Vannadan chiqqaningda-chi? Ha? Ma yangisidan hech. Otday bo'ling deyish kerakmi? Jinnilik qilma. Qo'yaver, Nadechka, jinnilik qilaversin, jinniligi o'ziga ravo. Gap shundaki, men chindan ham ippolit. Bilasanmi, Valyusa, ularning munosabati shunaqangi yoqadi. Qanaqa munosabat haqida gapiryapsiz? To'xtanglar, bolalar, ochiq qo'yish kerak, bo'lmasa toshib ketadi. Ippolit Georgiyevich, Nadiamizni qanday xushxabardligini bilsangiz edi. Shuni bilishingiz kerak-ki. Nadiamiz qanday ajoyib odam ekanligini bilasiz. Siz bir maktabdasiz. Doim sizni bizdan yashiradi. Yo'q bolalar, umuman Jenyaning gapi to'g'ri. Hammomda arosatlik yo'q. Hammadan ham qizig'i Jenya. O'zingga nimani munosib topganing? Qado so'z ayt. İçimizde eng so'zamoli sensan. Ha, sen esa ichimizda eng landavrisan. Minnatdorman do'stim. Menga qara. Uni ismi nima? Kuni poliklinikaga kelib qoldi. Kasalmi u hali? Yo'q. Nimaga endi? Nimaga? Oyog'ini yetib uzilgan ekan. Ha, tushunarli. Shuning uchun u senga yerga tegayotgan. To'g'ri shunday. Qadrli Ippolit Georgiy. Biz Nadiyaning dugonalari bo'lamiz. Uni pedagoglarga ham, ota-onalari ham juda yaxshi ko'rishadi. Allohimga jon kuyar o'rtog'im, qo'r pedagog, jamoat ishlarida ham qatnashadi. Rasmni hurmat haftasiga ham osib qo'yishgan. Xo'p, tasadduqlar. Ish qilib salomat bo'linglar. Sizga men ichmay. Bo'lmasa eshtinglar. Qani, bolalar, Jenyamiz uchun ichamiz. Lukas, bas qil. Yo'q, yigitlar, mana ochilgan ev bilan-da. Oramizdagi eng tortinchoq odam uchun nihoyat o'zidagi shu hislatlarni yengib, hammamizdan keyin uylangan Jenya Lukashni rezinka qildingiz. Sog'lig'i uchun ichaylik. Men jiddiy gapiryapman, Jenya. Sog' bo'l, baxtli bo'l. Aqlingga bal. Zo'r gap qilding. Donishma. Sen umuman Rasul. Ikkalamiz birgalashib rasmga bir sharf ikkalamiz torttiramiz. Ishqsuvam keldi. Ba'zilar yangi yil oldida hammomga boradi. Bu uni yaxshi fazilatli ko'rsatadi. Hammomda uylanish boisidan ichim mas'uliyati shu bilan uni baxti ochilib ketadi. Pirovardida uni to'nkadek samolyotga tiqib yuborishadi. Qarashki, u boshqa shaharga kelib turibdi-da. Xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'lmang, axir bu haqiqat-ku. Xafa bo'lish kerak emas haqiqatdan. Garchi u achchiq bo'lsa ham. Nadia, bilib qo'y, mana shunday qisqa vaqt ichida eskini barbod qilish mumkin-ku, lekin yangisini
Uxlash juda qiyin. Juda qiyin. Yangi yil tuni tugaydi, ertaga miya g'ovlaydi. Miyag'i bo'shlik. Hammadan qizig'i shundaki, ikkovingiz ham meni haqligimni bilasizlar. Voy. Qanday yaxshi oyim. Yana. Voy, bilan mazaki. Voy, nima bo'ldi o'zi? Bu qanaqasi? Shu ham ish bo'ldi-yu. Hamma ham juda ko'p-ku. Nima men sizga gul ishtasizmi? Suv qo'yaverasiz. Hamon oilangiz yo'q, baxtingiz ochilmagan. Bo'lib turadi bunaqa hodisa hayotda. Keyin u paydo bo'ladi. Binoyidek jiddiy bamani stress issiq uni tinchida o'zingizni erka daxlsiz serishingiz mumkin. Qolaversa badavlatgina ko'rinadi. Dugonlaringiz ham uni qo'ldan chiqarma deb maslahat berishyapti. O'ta ketgan tosh bag'ir ekansiz. Meni kechirasiz. Men xirurgman. Ko'pincha bilib turib jon olishga majbur bo'laman. Maqsadim odamlar betashvish yashashsin. Ipolit, senga bir narsani aytishim kerak. Nimani? Agar gapirsam ishonmaysan. Nima bo'ldi o'zi? Kulaverib ichagim buzilib ketadi. Uyga kelsam, meni kravatimda begona erkak uxlab yotibdi. Bilasanmi, uni hech ham uyg'ota olmadim. Suvga pishib zo'rg'a uyg'otdim. Ochig'ini aytsam, ovqat qilishni yomon ko'raman. Baribir yalqov o'quvchilarimdan qo'lim ham tegmaydi. Ertalab chiqib ketgancha tun qorong'isida qaytaman. Qayta tabriklashdim. Men ular meni. Men ularni o'ylashga o'rgataman. Jindekkina bo'lsa-da, o'z mulohazalari bo'lsa deyman.